Ben riyasətçi dostlarla Tahir Tursun. Ben dostlarla Rozaxun Tudaxun. Programımızı resmi başlap ketdik. Onda olsa aldı bilen programımızdan aziz mimarları boğan, bahalıqçı ustazlarını bir tanıştırıp etken bolsak, ataqlıq naqşçı, kompozitör, sanat tədqiqatçısı Abduz Rahim Əkkal efendim. Qarşılayırız. Ataqlıq naqşçı Dilşat Raydın efendim. Qarşılayırız. Dövlətlik birinci dərəcəlik kompozitör, el söygen ataqlıq naqş çolpani Zahir Burhan efendim. Qarşılayırız. Emragül Abduqadir Mağlum. Qarşılayırız. Onda qosa Paraq qola vəkillərini tanıştırıb etken bolsak. Onda qız Rozaxun programımızı başlap ketem de resmi. Oldu, başlap keteylik. Programımızın birinci basqıçı bizning naqşimiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Rahmat. Xush kelibsiz. Onda qız aldı bilen tamashbin do'stlarga shundaqla ekran oldidagi ko'rman do'stlarga o'zingizni bir tanishtirib etgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum Navo programmasining qizg'in ishtirokchilari. Assalomu alaykum televizor oldidagi ko'rman do'stlar. Kemina Qashqadaryodan kelgan birinchi nomerlik mayin. Muhammad Tumanjondan sizlarga o'ttiq salom, oliy ehtirom. Muhammad Tumanjon, Qashqadan keldingiz. To'g'ri. Qashqada nima ish qilasiz endi? Odatda klublarda, restoranlarda naqsh kasbida shug'ullanaman. Undan boshqa yana to'y film ishlash, Photoshop, kompyuter ishlari bilan shug'ullanaman. Ha. Ma qo'shimchisidan ha. To'g'ri, to'g'ri. Maktabda o'qimaganmi? O'qigan, to'liq o'tirgacha. Keyin uydagilarning orzusi bo'yicha shu to'y film ishlash, kompyuter kasbi bilan shug'ullanib, san'at kasbini yana qo'shimcha elib beryapman. Lekin san'atga bo'lgan qiziqligim ham ishtiyoqim shundoq yuqori. Bo'ldi ukam. Yaxshi bir hozir birdan amsa ustozlarimizning biri.
Qanaq bahalarını berdi bir anglab bakaylı. Salam, Muhammed Emin, Muhammed Ali inim. Xush kelibsiz. Rahmat. Ha. Avazыңызның dairesi tarraq, әрләр yuqori ovoz, tusiga tava bir ovoz ekan. Rayhon nomliq naqshinimi ko'rinib turdi, xeyli pishqan holatda sahnada erkin qiyofat bilan yaxshi o'rinladingiz. Taklif. Endi texi 21 yoshga kiribsiz inim, shundaqmi? To'g'ri. Ha, mush kasbni o'tda qizg'in so'ydi ekansiz. Unda bo'lgandan keyin cho'qim yana mushu sohada bo'lib mush ovoz ilmi, muzika nazariyasi qatorliq mush bilimlarda yanını ilgirligen asasda davamlıq ögünün. Bu tügünməz bir bulaq, bir müzik sahəsi. Bolup mu avaz ilmi şunun oxşaydı. Qancha ögəngənsiri özünüzün heç qandaq neməni bilməydiğanlığınızı his qılısınız. Şuna siz tex kiçik, mana muştab şaraydı bolsa meni yana oxuş əvəsi mən barmı? Qat'i təvrənməy. Şuna siz şunçilik yaxşı bir vaqtınızkən avaz ilmədə texmi mükəmməl sistemlik tərbiyələnin. Bağlıqçı ustazlarının bahasıға köptün köp rəhmət, sizgə rəhmət, mən diləyəcəm. Bunu döyəngüç baramağa sözünüz. Bizning naqshimiz bosqichidagi birinchi numurliq muallifimiz o'zining naqsini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan ikkinchi numurliq muallifimizni sahnaga taklif qilib olgan bo'lsak, marhamat. Assalamu alaykum. Va alaykum assalom. Hoş kelibsiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Cho'qim atishdan keldingiz. Shunda. Unda bo'lsa, tomoshabin do'stlar, o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz oldi bilan. Assalomu alaykum naq maydondagi barliq aziz tomoshabinlar, aziz ustozlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi barliq qarindoshlar. Kamina Anjur makoni otish diyoridan kelgan do'stinglar Muhammed Ali G'upur bo'laman. Hammalar ko'pdan ko'p rahmat. Qarshi olamiz. Muhammed Ali G'upur. Hozir nima ish bilan shug'ullanasiz o'zingiz? Ben 10 necha yildan beri restoranda ishlayaptim. Ha. Bu da qitim Restoran vayron bo'lib ketdimi? Yaxshi siyosat bilan yazliq san'at demakda yangidan o'rinlashdim. Yazliq san'at demak o'rinlashdingiz. Yazliq san'at demak o'rinlash bilan tang, ya'ni shu restoran naqshi aytayotamiz ya? Aytyapman. Tang aytyapsiz. Ikki jihatdan kirim bo'ldi ekanda? Ha. Atishdan bo'lgandiki o'ylaysiz-ku ana. Bir-birisi tutlashmagan ekan. O atışdan adamlar bir kirim bilan yatmaydi.
Yani bir kavası yani benim teriyi demişme. Yaxşı da. Endi bu bizning naqshimiz bosqichimizga dastlabki bu naqshni yetibsiz. Bir maqsad bormi ya? Hamda bizning naqshimiz cho'qim xalq naqshi deb o'ylab, shunga xalq naqshisini elib chiqdim. Atıştı Yaxşı xalqning yaptı, naqshida yaxşı. bu. Bağlıcıların köngülükdeki iş yaptı bu. Bizning baholovchilarimizning o'yliga erişiyor. Ha. Şu Dilşatkam cevabını bekçili oturdu. Amsa bu şu. Dilşatkam neyim deydi ki bir anlap bakayla. Muhammed Ali Gopur hakikaten atış xalq naqshlardan bayatın çatma etdiniz üç naqshni. Purak şevileri şunçilik yaxshi. Resmi şu atışның naqshisining şu gevdlengen yerini etib chiqdingiz. Ovozingizmi shundoq yaxshi ekan. Şu atış naqshisiga shundoq tushidi, shundaqmi? Anlığanlar deb qarab, "Voy, atışlik" degandek. Şu mala chiqlaqcha atishdan keldingiz dedi. Naqshi shundoq yaxshi bo'libdi. Yaxshi o'rildingiz. 3 naqshni. Endi mau birinchi bosqich bizning naqshimiz ras xalq naqshini olib keldingiz. Yaxshisi bayatın bütün bir başdan ayak birla naqshi, ya 3 kubliklik xalq naqshisidan-chu. Bütün birla naqshini gavdlangan holda ashuni bir o'rlagan bo'lsangiz, ovozingiz, shu shiv puroqlaringiz bilan cho'qim bir bütünlük bir naqshi gavdlanadi. Az bu çatma qo'yibsiz. Bu çatma belki başka bosqichlarga biroz mos kelishi mumkin. Anadan keyin naqshlarning va çatma 3 naqshning kuyi bir-biriga toz kelmagan. Kamchilik tarafingizni demedim herkes. Kamchilik tarafingizni demedim. Aş naqshning aşı kuy bağlanishi biraz jiraqroq olib qolibdi dedim. Amaliyotda bu shuni o'rinlash jihatda yo'q. Masala yo'q. Shunchalik yaxshi rasmiy atishga xos o'rindingiz. Ahmet Yarbasin. Rahmat Dilshatka. Bugungi navodan sizni ko'proq foyda chiqishini umid qilamiz. Rahmat Muhammad Ali. Bo'ldi, qarama qashtiring. Qara, tayyorlik qashtiring. Bizning 2-chi nomerlik mayirimiz o'zining naqsini yetib bo'ldi. Undaqda qizg'in olqishlarimizda 3-chi nomerlik mayir saytini taklif qilsak, marhamat. Geripliğim çekti işkinliği, düştü hasret yırtılıyor tendin. Ay bu cimcik ketti uykuğa, ne üçün ki haber yok sende. Yürüdüğümden çıkan naleler, sen ne pide ettikleri gözlerine çöktüm üzünce, kirpiğine elinip koyar. Gözlerine çöktüm üzünce, kirpiğine elini koyar. Kirpiğine elini koyar. O'zingizni bir tanıştırib o'tang, avval tanışib olaylik. Ben Hüseyin Aksu Baynayisi'nin gelgen 3. numaralık mayır Dilşat Mütellib. Bağlıqçı ustazlar, Nahmeydan Körülmen dostlar. Ekran aldık dostlar. Hemenler köpten köp rahmet. Dilşat. Aksubay'dan geldiniz. Şundak.
O'qimsiz ya? O'qiyman. Nada? Hozir Ko'rlida o'qiyapman. Ko'rlida. Ko'rla qaysi maktabda? Ko'rla Baynig'ilon institutida o'qiyman. Baynig'ilon institutida o'qiysiz. Nima kasb o'qiysiz? Muzika ma'rif kasbida o'qiyapman. Bitaydi demamsa? Kelar yili bitadi. Kelar yili. Hozir aytgan naqshingizni men anglab boqmabdi ekanman. Shunaqa bo'lmadiki, shu navo sahnasiga yo'q. Atab o'zimning ijod qilgan naqsi. O'zingiz ijod qilgan narsa. O'zingizning ijodiyati. Shundoq. Hammasi shu muzika, she'r hammasi o'zingizning ijodiyati. Hammasi o'zimniki. O'zingiz akkordlashdingiz. Bir ağıyla o akkordlaştırdım adette ahansı müzikal şiirlerini yazıp üzem kılmak. O'zingiz aytasiz. Hech kim bu tili g'ajitingiz tushmaydi ekanda sizni. Yo'q, undoq emas. Rahmat ukam, qani undaqda. Mosha inimizni bizning ustozimiz Zoir akam o'zi bir Zoir akam oldida bir baholab boqamiz. Baha so'zim bir deb baqam bo'lsa. Navo kelgan qadimingizga marhaba. Ma aytgan seg'inish degan naqshingiz she'ri o'zingizningmi? She'ri. O'zim Yaxshi she'r ekan. G'aribligim chekdi ishkimni, tushdi hasrat, yirtilib tandin. Mandaq gapni deb baxmagan, shoirlar deb baxmagan. Oymu jimjit ketdi uyquga, ne uchunki xabar yo'q sendan. Bak güzel mısralar ekan. Siz shoir ekansiz. Rahmat. Bunday yaxshi. Shoira. Rahmat. Hasratning yirtilib tandin tushib ketishi degan bu ajoyib o'qishtish-ku. Hasrat tatmaganda yirtilib tandin tushidi. Buni endi biz she'ri simovul til deymiz endi buni. Ahangmi naydi yaxshi chiqibdi. Yana azroq ishlasangiz bo'pti ekan bu ahanga. Aldirab qapsiz muzikasiga-chi. Hozirgi davrda shu san'at bilan shug'ullanganlar naydi ko'p. Bizning Uyg'urlarning orasida bek ko'p. Chunki biz madaniyatlik uzun tariximiz va vücudumuz o'yg'oq, yuragimiz muhabbatlik millat bo'lg'achqa biz hammamiz san'atni bek yaxshi ko'ramiz. San'atni yaxshi ko'rgan millat o'yg'oq millat. Vücudu o'yg'oq millat deymiz buni. Şunlaşqa bizdimi shu naqshchilar, san'atkorlar ko'p. Mushundaq ko'plik ichidan hozir dunyoda tomoshabinlar nimin tanlayapti deganda xoslikni tanlayapti. Sizning ovozingiz xos ovoz deyman. Rahmat. Xos ovoz bu. Buni voy Amitaxon aytgan bo'di yoki Samitaxon bo'di demaydi. Ey, Dilshod aytibdi mana naqshini. Birla anglab biladisa, mana bu sizning muvaffaqiyatiniz. Sizning ovozingiz xos ovoz ekan, ammo mukammal emas. Buning uchun yana tirishishingiz kerak. Sizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat Zoir aka. Rahmat. Bu Mayır'nınki ovozi erla o'ttira ovoz doirasiga kirdi ekan. Yuqoridagi o'zining ijodiyatini yaxshi aytdi. Endi mandaq sizning ovozingiz o'ttira ovoz, erla o'ttira ovoz doirasiga kirdi ekan. Hozirgacha bundaq ovoz doirasida naqsh aytganlarni az, sanoqliqlar birdan ikkigachalar. Bu sizning o'zingizga xos bir alayligingizga. Yani bundaq ovozni topmoq tez. Bu ovozni texmi, ishkirlar texmi tirishqa holatda mukammallashtirish kerak. O'qib, texmi mush tarafdagi ovoz chiqarish bilimlarini egallasangiz, ovozingiz texmi mukammal bo'lib ketdi, yaxshi bo'ldi. Sizning ovozingiz jangovar, jo'shqin, ruhliq naqsh aytishga mos kelgan. Mush taraflarni texmi tirishib kelsangiz bo'ldi. Rahmat. Rahmat abizga. Bağlıqçı ustazlarning bahasi ko'p rahmat. Bo'ldi. Rahmat. Armag'ashtiring. Bizning naqshimiz bosqichidagi 3-numurlik mayirimiz o'zining naqshini aytib o'tdi. Unda biz qizg'in alqishlar bilan 4-numurlik mayirimizni sahnaga taklif qilib olgan bo'lsak, marhamat.
sensiz aşığım, aşığım, aşığım. Мәңгілікке арман. O'zingizni tomoshabinlarga bir tanishtirib ayting. Assalomu alaykum. Yangi Nava programmasidagi barliq ustozlar, aziz ekran oldidagi aziz do'stlar, tomoshabinlar. Men G'ulji diyoridan kelgan Baxtiyor To'xtovliman. Baxtiyor, qanday bir kasb bilan shug'ullanasiz? Men o'zim kunduzi tijorat qilaman. Nima tijorat? Shu G'uljidagi No'roz degan restoranda naqsh etaman. Naqsh etasiz. Nima tijorat qilsangiz? Shu kiyim-kechak savdosi. Hozirgi naqshi kimning ijodiyati bu? O'zimniki teksti muzika o'zimning. Shu birinchi bosqichga shu naqshni tanlashda bir alayda sababingiz bormi ya? Shu necha naqshni tayyorlagan. Hozir ommabop naqshlar yana shu o'zimning bu ijodiyatini birinchi maydonda endi chiqarib olaylar deb kelgan. Manroq bo'lib qolsin mayli debda. Naqshining tekstini o'zingiz yozgan shundaymi? Tekstni o'zim yozgan. Biroq ishning turk so'zlar yozganmi yo o'zingiz o'tiriblarmi da yozib ketgan? Oshig'imga qarsak. Shu hozirgi o'zimning ishim emas. Jamiyatda hozir yoshlarning muhabbat bo'lishiga qo'shilgan qarta yozgan tekst. Baxtiyor o'qiganmi, o'qimaganmi? Masalan, muzik sohasida demakchi. Men o'qimagan. Faqat muzikada o'qimagan, endi kichkina tortib qiziqish bilan shunday bo'lganda. Haves bilan. Bo'ldi, yaxshi suhbatlashdik. Undaqda ustozlarimizning qanday qimmatli taklif fikrlari va bir anglab baqsaq. 4-chi nomerlik Mayer yuqorida Aşkım degan naqshini ijro qildi. Bu Mayerning ovoz tusi yaqinlik, muzikal hissiyotlaringizmi shunday yaxshi ekan. Naqshini yaxshi ijro qildingiz. Endi bu naqshi o'zimning ijodiyati dedingiz. Men anglasam, menga shu O'zbekistonlik tunishlar ajoyib ko'p chiqatdi naqshingizda. Ular salom berish to'g'ri keldi. Tunishlar chiqqan naqshingizda. Endi bir maslahatim. Shu ijodiyat qilganda siz o'zingiz shu 50 xalq naqshlarini asos qilgan holda, ashining muzikalik alayidliklarini foydalanib ishlasangiz texmi xoslik paydo qildi. Texmi yaxshi. O naqshingizning hayot kuchi texmi zo'r bo'ldi. Endi bu naqshini endi men asli boya o'zimning ijodiyati dedingizda, men o'zim o'ylab bu O'zbekistondagi birisining naqshisiga ajoyib o'xshaydi ekanda. Shuningga endi bunda o'ylab qolgandim. Ba'zi naqshlarni ba'zi mayirlar eliqi yaxshi ko'rib qoldim. Menmi aytib baqay deb aytdi. Bu bo'lmaydi. Aytib baqaychi men yaxshi ko'rdim deb aytsa bo'lmaydi. O'ziga mos keldimi, mos kelmadimi? Buni o'ylash kerak. Bu taraflarda nurg'un mayirlar mushtarak diqqat qilsa bo'ldi. Endi shu ovozingizning doirasi shundoq ekanki, muzikalik hissiyotingiz texmi yaxshi. Ma birinchi bosqichda xalq naqshlaridan birini aytayotgan bo'lsangiz, ajab yaxshi bo'ladi. Mushtaraflarga buningdan diqqat qilsangiz. Baholovchi ustozlarning bahosiga ko'pdan ko'p rahmat. Bo'ldi. Tuyangi tushib aramaga tushsangiz. Rahmat. Bizning 4-chi nomerlik Mayrimizning naqshini aytib qoldi. Undaqda qizg'in olqishlarimizdan 5-chi nomerlik Mayrim Sayin taklif qilamiz. Marhamat. Aşkınla köygeldim o men seni Belki nazarlarga taşladın sen Nime üçün sen Sana kılgan akidemni düşenmedin sen Bilmedim ben seni
Kechermi endi Sana bulgan nakidemdin Kechaymi endi Veda qilib gözlerimden Yaş aqqan çağda Ayrılmaymiz deganim Yalğanken asli bilmedim ben seni Bilmedim işkınla kıygendim ben seni Belki nazatlarga taş dedim sen Nime üçün sen Sana kılgan akidemni düşenmedin sen Bilmedim ben seni Bilmedim işkınla kıygendim ben seni Belki nazatlarga taş dedim sen Nime üçün sen Sana kılgan akidemni düşenmedin sen Bilmedim ben seni Bilmedim işkınla kıygendim ben seni Belki nazatlarga taş dedim sen Nime üçün sen Sana kılgan akidemni düşenmedin sen Bilmedim ben seni Xo'sh, hamsi o'zinglarni bir tanishtirib aytinglar. Assalomu alaykum, tomoshabinlar, ustozlar. Men Lachin muzik gruppasidan Akram Yoqub Ko'rlashardim. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men Lachin gruppasidan Amirzod Kamil o'zim Qashqar Fayzovatdan. Rahmat. Maktab bitirib bo'ldinglar? Ha, maktab. Hozircha hamda shu guruhning ishlari bilanmi yo boshqa xizmatlar bormi? Hozir o'zimiz shaxsiy egilik bilan. Shaxsiy egilik bilan. Shu Lachinning egiligimi? Yo'q. O'z oldimizga Madina So'lchak shirkati deb. Madina So'lchak shirkati. Tashqi savdo bilan. Tashqi savdo bilan. Ishkanlar qurganmi billa? Hamkorlik. Ishimizning bor aramizda sherik to'rt. Nalar bilan savdo qilasiz? Qozog'iston, Qirg'iziston taraf bilanmi yo? Atrofdagi davlatlar. O'rta Osiyodagi davlatlar bilan. Maoshinglar katta ekan-ku. Yomon emas. Unda bo'lsin, Navaga nima uchun keldinglarmi? Bizning asl muzika teatrimiz 2005-yil qurilgan. Shuningdan keyin o'qish bitirgandan keyin ishga birga kelib naqsha aytib boqmadik. Bu qayta mushtaq bir fursat bo'lgandan keyin ayni vaqtdagi guruhni qaytadan bir shakllantirib, asli ayrim aytimiz deyishgan. Lekin biz boshdan oxiri bir guruh bo'lgandan keyin birga chiqaylik deb. Bu guruhga maktab degandan keyin taqab ketdi. To'g'ri. Nava qatnash uchun yana birlashdinglar. To'g'ri. Endi Navaga Navadan qatnashib ketgan yana taqab ketar ekanda-misa? Ya'ni ishkilarcha ishga xushamba demakchi. Ishqilimiz ijodiyat bilan shug'ullanamiz. Bayqa naqshimi ijodiyat. Anda bo'lgandan keyin ijodiyatlarimiz to'xtab qolmaydi. Hamsa ustozlarimizning qanday qimmatli taklif fikrlari va bir anglab baqsaq. Lachin gruppasiga vakolatan kelgan qadiminglarga marhaba. Rahmat. Bugun kecha sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Gruppalarga bo'linib naqsha o'qishdan iborat bu shakl birinchi, ikkinchi dunyo urushidan keyin Yevropada barliq keldi. Bunday bo'lishidagi sabab bir necha odamlar qo'shilib bir guruh shakllantirib, insonlarning tinchligi, o'rtoqligi, mehr muhabbati, ittifoqligi uchun as qo'shishni asos maqsad qilgan. Bu 40-yillardan keyin Yevropada bir mezgil gullandi. Ta hozir qadar gruppuliq naqsha aytish bizning mamlakatimizdami rivojlanyapti. Naydi moda bo'lyapti-da. Bizning hamda Uyg'urlar orasidami, yoshlardek yosh yigitlar orasidami bu naydi bir yaxshi ahvol. Bir odam o'qigandan nurg'un odamlar o'qisa, texmi yaxshi bo'ladi. Sizlarning guruhinglarni muboraklayman. Bo'lsa taqab ketgan a'zolaringlarningmi mush guruhga qaytib kelishiga tilakdoshman. Naqshanglar yaxshi ekan, obdan naqsh ekan. Ammo ma she'rni tarjima qildinglarmi yoki o'zinglar yozdinglarmi? Bu uchun so'rag'im kelib qoldi. O'zimiz yozgan. Buni bir sal bir pishqonroq shoirga bir ko'z tupaqdinglarmi? Haqacha ko'rsatmadinglar, ha? Va'dalarni unutib saqlay olmading degandek misralar bor ekan bu uchun. Masalan, va'dalarni unutib, tushlarimda uzgan beliqim mening. Va'dalarni unutib saqlay olmading. Ma gaplarda azroq moslashmasliklar bor. Bundan muboda she'r yozib qolsanglar, yozib buni bir shoirdan birasiga tahrir tutib, fikrini olgandan keyin mas'uliyatchanlik bilan seni olib chiqishinglarni umid qilaman. Ahanglar melodiyasi shunday go'zal ekan, she'rmi tushibdi, ammo misralar sal bog'lashmabdi. Naqsha o'qishdagi maqsad nima? Qarshi tarafga o'zimizning hissiyotini taqdim qilish. Bu hissiyot endi qo'may mujmal bo'lib qolsa,
qarshi taraf uqamay qoldi sizlarni deyapman. Mush yerga diqqat qilsanglar, menimcha sizlar yaxshi bir guruh bo'lib ketasizlar. Rahmat Saidka. Ha, bizning naqshimiz bosqichidagi hamma mahir o'ziniki naqsini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan qolgan mahirlarni taklif qilib olgan bo'lsak, marhamat. Bizning naqshimiz bosqichimiz oyoqlash oltirdi. Unda bo'lsa, qo'linglarga bilet taşıqışını elib, özіңlar eng yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini yuqori ovoz to'lab, özіңlar yaxshi ko'rgan mahirlarga bilet taşısanglar bo'ladi. Unda bo'lsa bilet taşlash boshlandi. 3, 2, 1. Keyingi bosqichimizga muvaffaqiyat qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Keyinlarga o'rilib, natijalarni ko'rib olsanglar bo'ldi. Mübarek olsun. Töven için ikinci bosqichimizga tayyorlik qilib turinglar. Xo'sh, endi natijani hammamiz tan ko'rdik. Bu sizlarningki eng oxirgi natijalar emas. Bizga to'limi yaxshi bir darslik, bir savoq bo'ldi. Zoir Kamil dedi, bu guruh bo'lib naqsh etish, ittifoqlikni, bir xo'shallikni kuylaydigan ish ekan. Buningga endi bizning sizlarning keyingi bosqichdagi naqshlaringlardan huzurlanish Anlig'imiz botdi. Umidimiz botdi. Rahmat. Ana buningga balkim sizlar bunday atrofliq shunday natija bo'lib qolsa qandoq bo'ladi degan bir ideya tayyorlik bilan keldinglar cho'qim. Ideya bor. Nava programmamizga qatnashish uchun ko'plar birlashib qaytib kelibsizlar. To'g'ri. Endi shu tijoratni qilaveramizlar, bu nava qatnashsam foydasi yo'q ekan deb yoki buni o'z yo'lda ijodiyatni to'xtatib qo'ymaymiz o'z yo'lda. Tijoratmi o'z yo'lda ma'lum. Turmush o'z yo'lda ma'lum, muzikamiz o'z yo'lda. To'g'ri. Yana fursat bo'lsa Nava sahnimizga yana bir navbat qatnashib beqishinglarni kelamiz bu da. To'liq umid qilamiz. Hammaylar to'liqga qalamdiq. Ha, unda qilsak texi yaxshi. 40 tek lachin kelib toza ushinglar mishadi. Bo'ldi. Qizg'in alqishlar bilan Lachin guruhini uzib qo'ygan bo'lsa, rahmat. Chava. Bizning naqshimiz bosqichimiz nihoyat g'alabalik oyoqlashdi. Hamda ikkinchi bosqichimizga o'tib kelsak, Nava programmasining ikkinchi bosqichi Kerin
qarindishingni bir tanıştırıp etken. Mening qarindishim san'at Şinjan San'at Instituti Usul Fakültetining usul kasbida o'qiydi. İsmi Merhaba. Fakat tumaydigina bu qiz bir yerda onda. Usul çoğun ekan. Usul çoğun ekan deymi o? Usulchi jimtumamda? Usulchilar jimtumay amiz tokmotular minib maqsad rolni qo'yib. Tekrab qarindishingiz bo'lgan azroq yurak so'zingiz bor ayliq jimtiramayapsiz. Buyurun. Muzokatdangiz men usul o'ynab. Nima jingdin o'qamagansiz? Ha, so'zingizdan alaylik. Assalomu alaykum hurmatli bağlıqçılar. Naq maydandagi tomoshabinlar kechikinglar xayrli bo'lsin. Men do'stim Mamtiminning ishlarining o'ngishli g'albilik bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Bağlıqçılarning bahasini anlab o'tgan bo'lsa qoldi ular. Baya birinchi bosqichda sizning ovozingizni to'g'riliq to'xtalib o'tdim. Endi ma bosqichda siz paylaşatgan deb o'tdi. 90-yillarda diyorimizda moda bo'lgan naqshlardan biri Guldasta. Namliq naqshni aytibsiz. Lekin naqshning muzikalik qurilmasi aslisiga sal o'xshamay qopti. Naqshda azroq o'zgartish qilibsiz. Ya bir bo'lsa bu sizning astoydil o'rganmaganligingizning natijasi. Her bir kupletning 4-misrasida, 3-misrasida aslisiga o'xshamaydi. Shu yerda o'zgarish bor. Sizga taklifim bir naqshni o'rgangan ekanmiz, cho'qim uning asli ijodiyatisiga cho'qim hurmat qilishimiz kerak. Bir naqshni xohlagancha o'zimizning ovoziga moslashtirib o'zgartirib olish meningcha to'g'ri emas. Bu tarafga diqqat qiling. Aniki yana bir taraf sahnadagi qiyofatingiz haddidan ziyoda erkin. Usulchi bilan maslashalligingiz yaxshi emas. Naqsh boshlanib siz oldiq kelib o'zingizning usulni o'ynab ketdingiz. Mayak usulchi qizimiz kayni turib o'zining usulni o'ynab ketdi. Asli siz usulchi qizimiz sizga tankash qilayotgandan keyin usulchi qizni boshlab chiqib tang maslashib o'ynashingiz kerak. Shu taraflarda ayliqi o'zingizning maydonni o'zingiz bilan bo'lib ketadigan ideya sal kuchliroq ekan. Sizga cho'qim hamroh bo'lgandagi sahnada hamkorlashish, o'zaro bo'lish kerak. Bu taraflarga keng bosqichda diqqat qiling. Omad tilayman. Rahmat. Rahmat. Baholik ustozlarning bahosiga ko'pdan ko'p rahmat. Sizlarning akab bizga sungan nomeringlarga ko'pdan ko'p rahmat. Peskitib armag'ashtiringlar. Qarindoshlar bosqichidagi birinchi nomerlik moyirimizni o'zining qarindoshlar nomerini ko'rsatib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in olqishlar bilan ikkinchi nomerlik moyirimizni qarindoshlar bilan taklif qilgan bo'lsak, marhamat. Bugün mübarek olsun. 2 yaşının toyu bugün mübarek olsun. Yurtlara bezme bugün mübarek olsun. Nakşavsu sama bilen rastlaylı meydan. Özgütnün bekti için günler içilsin. Nakşavsu sama bilen rastlaylı meydan. Özgütnün bekti için günler içilsin. Ayperi kız merdan yigit mengü bir bulsun. Ayrılmışsın iki alem bekiyetlik bulsun. Ayrılmışsın iki alem bekiyetlik bulsun. Qarindoshlarıngizni bir tanıştırib etgan bo'lsangiz. Bular meningki
hamkorlashuvchi inilarim bo'ldi, o'zini o'zi tanishtirib Siz tas tonmaysiz taylaq. Hammani tanıyman, o'zini o'z tanishtirgan bo'ldi. to'g'ri muvofiq bo'ldi deb o'ylayman. Mikrofonni bering. Assalomu alaykum. Nava programmasini bir necha yil oyoqqa yoqtirib, üzülmey bu navaga ko'rib kelayotgan tomoshabinlar, kelgan qadimlarga marhaba. Ben akamiz Muhammad Ali G'ofurninki hamkorlashuvchisi Muhammadjon Hashim bo'laman. Biz ham Otishdan. Muhammadjon Hashim. Sizning Nava programmamizda ikkinchi qitim qarindoshib chiqishingiz deyman. Esimda qilishicha. Birinchi qitim Aliya degan mayirimiz necha inson dedi. Shu qiziq qarindoshib chiqqan. Shunday. Astag'u deyman. Navaga chiqqanlar sizga yo'l qildi ekanda. Ko'nib qoldi debcha. Shunday. Ha. Unda sizcha? Yana bir qarindoshimiz bilan tanishaylik. Assalomu alaykum, hurmatli Nava programmasiga kelgan barliq qarindoshlarim. Ekran oldidagi suyumli qadrdan tomoshabinlar. Hammanglarning kechligi xayrli bo'lsin. Men Muhammad Ali G'ofur akamizning eng dematlik qarindoshi. Bu muzika jarayonida ancha-muncha hamkorlashish bor. Bizda hamda mening kasbim bor, muzika o'qituvchisi. Hozir shu Urumchida tarbiyalanishga chiqqan 3 oy bo'ldi. Shuning g'inoyat ta'limi bormi ya? Bu akamiz o'shanda ish bor dedi. Shunga mushnanga mening tunji qatim kelishim. Hammaning qo'llab quvvatlashini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Rahmat sizga aldirmay. Yaman tafsilotlarni burungi bir ko'n tiyipladek chizaman. Hamsa ustozlarimizdan bir qimmatli takliflardan biri anglab o'tsak. Muhammad Ali G'ofur. Sözünü özünüz yazıpsız, müzikasını mı özünüz yazıpsız, şundak iktidar turgan alette akor kısmını mı yazgan bolsanız, ma numarınız tekimi yukarı seviyelik mükemmel alette ifadelengen bulattım. Bunundaki icadiyette müş taraflar dikkat etkesiniz buldu. Rahmat aldızga. Rahmat aldızga. Bahalıqçı ustazlarının sizlerge bergen bahasıqımı köptün köp rahmet. Sizlerge men rahmet. Tövenge çöp aramağa çıksanlar. İkinci numaralı Humayirimiz ma özünün aksini etip oldu. Ondaqda qızğın alqışlarımızda 3. numaralı Humayir səyini təklif qısaq. Merhamet. Kaşların tükülmüsün közden yaşların köydürüdü egim kaşların tükülmüsün közden yaşların Emrabullah sana sevgilim Çin muhabbet yer bulsun bizge Gidem sundular meksetke Çin muhabbet yer bulsun bizge Çin muhabbet yer bulsun bizge
Qerindoshingizga bir tanishtirib o'tang. Bu yoq meningki saboqdishim, kasbdishim, ismi Mihray. Mihray. Ishqana bir maktabmi g'a? Bir maktabda bir sinfda o'qiymiz. Qerindoshingizga mushu navaq bilan chiqish birim deb keldingiz. Baynig'ilondan. Hozir aytgan naqshingiz yangi naqsha. İcadiyetingiz. Bu o'zimning ijodiyati. Tekstimi o'zingizniki. Shu ishkanlar qilgan naqshida ba. Chaqchaq qo'ydik. Nima sanglamiz? Sizning bir ishga qiz so'zingiz bormi? Mushu qarindoshlar bosqichiga qadam qo'yib, mushu bosqich bilan o'zimningki kasbiy jihatda alaylikni joriy qildirgach, o'qitish ustozlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Ham shundaqla qarindoshim savodishim Dilshodniki keyingi bosqichlarda bundan keyingi san'at hayotininki sahna hayotining texmo yuqori bosqichga ko'tarilishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat. Qo'lda qolsa baliqchi ustozlarning mayirimizga bergan bahosini anglab o'tgan bo'lsak. Bu bosqichdimi qarindishingiz bilan chin muhabbat nomli o'z ijodiyatingizdan epkapsiz. Ovoz tinglash shunchalik yaxshi moslashibdi. Sizning ovozingizdan deb o'tdik. Xoslik ba'arlar o'tir ovoz doirasiga tava. Naqshlimiz shunchalik yaxshi o'zaro moslashib, harakatinglar model joyida naqsh mazmuniga tushgan asosda shunchalik yaxshi. Oddiy bo'lsa-mu bu naqsh garchi, lekin shunchalik ta'sirli, yaxshi ijro qildinglar. Texmi zo'r utuqlarni tilayman. Rahmat. Baliqchi ustozlarning bahosiga ko'pdan ko'p rahmat. Ishqinglarga rahmat. Qarindoshlar bosqichidagi 3-numurlik mayirimizmi o'zining qarindoshi bilan nomerini ko'rsatib o'tdi. Unda bo'lsa 4-numurlik mayirimizni qizg'in alqishlar bilan sahnaga taklif qilamiz. Marhaba. Hayat zinneti, insan kıymeti, baş etip durgan, anı emesno, çeklep zümmetni, kıtlap ümetni, baş bulup durgan, anı emesno, ey anam, aziz anam, baş eğip salam yollayman sana baxtimga yüz yaşa tat buzmayasın vermezsin fırsat çek koyup durgan anı emesno yamanğa qılgan yaxşılık nəsiyyət qılğuchi aziz anı emesno ey anam aziz anam baş eğip salam yollayman sana baxtimga yüz yaşa mehriban allarımızdan gözlerim yaş akmasın mehriban allarımızdan çehri nurg'ut olsun qadrlik ata-onalarimiz oddiy kabilar qilmasin mening anam ana shu suyimli onalarning biridir mening atam ana shu jafokash otalarning biridir barliq ata-onalarımızdan ömür uzun dini salomat bo'lsin ey anam aziz anam baş eğip salam yollayman sana baxtimga yüz yaşa ey anam aziz anam baş eğip salam yollayman sana baxtimga yüz yaşa Xo'sh, Baxtiyor,
qarindoshlaringizdan bir tanishaylik. Ha, bu mening kasbishim bir yer ishlaymiz. O'zi sug'urta idorasida ishdan so'qmoqlarda naqsh etadi. İsmi Gülsümay. Qarşılamız. Gülsümay ya? Ha, bu bo'lsa Gülsümayning bolasiga qarshi turgan. Ha, diyorimizda Charles Chaplinning rolini o'ynab kelayotgan bilsang-ku, modaning. Musajan moda degan. Musajan moda deymiz. O'zim o'xshab qoldik ekan. Ha, bu bo'lsa Shopragina. O'zi ham Urumchi bilan Voljiz mashina deydi. Sizlarni akaldimi? Ha, yo'ldagi aychilla marolni tutqizibsan-da buni. Ha, bu bo'lsa ham yaqin do'stim, o'zi asos qatlamda ishlaydi. İsmi İlham. İlham. Rahmat sizlarga. Pek yaxshi nomerdan birini akapsizlar. Hayt, ta'sirlandik. Biringlarning biri cho'qim baxtiyor bo'lgan bir oliy tilaklaringlar bor deb o'ylayman. Onaning rolini olgan Gulsumayni oldi bilan biri. Shu onamiz bir deb baqsin. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Nava programmamizniki aziz ishtirokchilari. Hammalarniki mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men bugun mush do'stim Baxtiyorninki Nava programmasiga chiqish fursati bilan qarindoshlar sahifasida sizlar bilan yuz ko'rishganimdan to'liq xursandman. Endi meningmi Baxtiyorga azroq bir tilak so'zim botdi. Mushu fursatda men Baxtiyorga ikki qiz ko'ngil so'zimni qo'yganimsak. Mushu hayotlikda har qanday kishiningki ikki tarafligi bo'ladi. Bu hammamizga ayon. Nava sahnasimi mana mushunga o'xshash. Bu sahnada yengilish degan mavjud bo'lib turdi. Endi bu sahnada mayli siz yengilib qiling yoki yengiling, bu ancha muhim emas. Mush inson uchun eng qo'rqinchli bo'lgani mush mag'lubiyat yoki g'alabasidan o'zini yo'qotib qo'yish, bu inson uchun eng qo'rqinchli ish. Shuni men mush do'stim Baxtiyorninki bugungi Nava sahnasida qanday natijaga erishishdan qat'iy nazar do'stimninki bundan keyingi ishlarga menga utuq tiniga salomat tilayman. Rahmat. Ajoyib saviyalik, ajoyib notiq o'qigan ekansiz, biroq bolangizni yomon nochar tarbiyalab qo'ysiz. Unda o'z baliq ustozlarning sizlarga bergan bahosini bir anglab o'tgan bo'lsak. 4-nomerlik Mahir qarindoshlar bosqichida yuqoridagi umr degan naqshini yaxshi ijro qildi. Bu naqsha Darvish ansamblidagilar ijro qilgan aytdi xalqimiz orasida cho'nqur ta'sir paydo qilgan yaxshi bir naqsha. Boya ovozingizning yoqimliq, muzika hissiyotingizning kuchli ekanligi to'g'ri so'zlab o'tdik. Endi bu naqshini aytganda sizningki so'zlarni muzikalik holatda talaffuz qilishingiz, ravon ifodalashingiz nihoyat chiroyli bo'ldi. So'zlarni elishingiz nihoyat yaxshi. Talaffuz qilishingiz nurg'un mayirlarda naqshi aytganda, naqshiningki so'zini ifoda qilganda tilningki go'zal bo'lishiga ahamiyat bermay qoldi. Muzika tarbiyaga ahamiyat berib, ovoz chiqarishga ahamiyat berib, so'zlarni chiroyli talaffuz qilish bu intayin muhim naqsh aytganda. Uning ustiga qarindoshlaringiz bilan birga naqshining mazmunini ifodalagan ko'rinishlarmi nihoyat yaxshi bo'lib, naqshingizga texmi naqshingizni jonlantirdi. Bu yaxshi tarbiya. Nihoyat yaxshi bo'ldi nomeringlar. Baliq ustozlarning bahosiga ko'pdan-ko'p rahmat. Sizlarga rahmat. Baxtiyorning qarindoshlariga to'yinchi barmoqlashtirsanlar. Rahmat sizlarga. Kishi barmoqlashtirasizlar. Unda bo'lsa, qarindoshlar bosqichida o'ziniki qarindoshlar bilan nomer ko'rsatgan qolgan mayirlarni qizg'in olqishlar bilan sahnaga qilamisak. Marhamat. Qani unda qilsa tomoshabin do'stlar, qo'linglarga bilet tash so'qishni elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini yuqori ovozda to'lab, o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirlarga bilet tashsanglar bo'ldi. Unda qilsa bilet tashlash boshlandi. 3 2 1 Kayninglarga o'rilib, natijalarni ko'rib olsanglar bo'ldi. Keyingi bosqichimiz qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Tuvan tushib, 3-bosqichimizga tayyorlik turinglar. Rahmat. Muborak bo'lsin. Hissiyotlarni anglab boqamiz hamda. Rahmat aytamiz oldi bilan baliq ustozlarning menga bergan talab fikrlariga, baholarga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Yana shu munosabat bilan har bir bola bo'g'ichining
özünün adalarına boğan yürek sözleri var. Şama ben bu ata-anamga ikiden arkalık azgına yürek sözlerimni aytib alsam, azgına vaqt berishinglarni umid qilaman. Bo'ladi. Albatta beramiz. Rahmat. Ata-anam meni mush yoshgacha akilib, beqib cho'ng qilib, mush yoshga keldi. Shu sahnaga chiqishim ham ata-onamningki menga singdirgan mehnat ajrlarining natijasi deb o'ylayman. Shuning bilan eng avval mehribon onam, ajoyib dadam sizlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Ota-onangiz salomat bo'lsin, enem. Ömür uzun bo'lsin. Yana kelaman. Bo'ladi, qarshi olamiz. Yana kelsangizni qarshi olamiz. Barliq ishlaringizni qutlug' tilaymiz. Rahmat. Qaysi kasb bo'lsin, tirishib yaxshi egallashingizni umid qilamiz. Rahmat. Bo'ldi. Qizg'in olqishlarımizdan Muhammadjon o'zib qo'ygan bo'lsak. Bizning qarindoshlar bosqichimiz bilan nihoyat g'alabalik oyoqlashdi. Undaqda keyingi bosqichimizga o'tib ketgan bo'lsak, bizning keyingi bosqichimiz Hazanda kaynagan taştım, hazanda kaynagan taştım. Bu pani dünyadan geçtim, beni yoklar kişim bana. Bu pani dünyadan geçtim, beni yoklar kişim bana. Yürügümge ot seni. Bulutla arasıydı, ay çıkıpla gülgende. Gönlüm benim yığlaydı, yer yadir yetken. Gönlüm benim yığlaydı, yer yadir yetken. La 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 la. La 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 la. Gönlüm benim
yig'laydi Yaryadi yetganda Ajab chog'lar edi shu Men yar bilan o'ynayman Suvlar kechib kechida Daryo bo'yi bo'ylayman Suvlar kechib kechida Daryo bo'yi bo'ylayman La 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 Sular kechib kechida Daryo bo'yi bo'ylayman Daryo bo'yi Etmek, nima degan tez? Unaqa berib o'tdinglarmi? Voy, oqshom Yani so'm ben o'tdi ne xerida kelibdi-ku. Ha. Shuni ular dadam qilib, Ha. voy, sotaylarda opam qilib sotmaymiz dedi. O. Opa sititdan nima bo'ldi? Xomandi to'la qilay dedim men sen. Balam, sen bu cho'ngib qoldi. Ha. Voy, endi qish kiryapti, xotinni bir neprayl degan. Shu xomandi aytibdi. Bu nimanda pastkoy o. Oho. Dadamızı ayıp ilgirken pes okutujma. Voy, qanday qilsan-ku unmisa bu? Bak. Shu gap emasmi? Bumuz berib tel degan. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Alaykum. Ha, yaxshimi? Qolishimizni chamadimi? O'zing yaxshimi? Toza. Ha, yaxshi. Ha, kim bo'lib ketdi? Ha, men masalan Mamayz Yisg'a o'yin qo'yib tushgan shaxsiy yemakning rejissyori bo'laman. Yo, sen rejissyorma? Ha, shunday qara. Kim o'tira? Gap Buga men ishkarchim yo'qdan ha. Shularni izlab hozir hech narsadan topolmay bearam bo'lib yuribman. Tushdan keyin soat 2 da o'yin boshlandi. Hey, aka, Meşede bir it oyunundaki adamlar var mı? Bu saçlarını kışlamayı başlat bir anlara baş it ot çıkaray. Vay baka dönmez. Hey, kim oturuyor? Bana gap kovatıdı mı? Kurtarma. Vay ne buldu? Ha, bana aka? Bafka men. Ha? Men. Siz? Yaş vakfınızda. Ya, akşı dikenli. İyi tutu. Usul dikenli, nakşıdan oynayıp çoğun var. Ha, vay ondan sonra buldu ki azıcık nakşıdan bir koptu itmek ne abi? İtmeyim ha. Ne itmek ne aka? Kapara koy. Nem qo'ysa? Voy, usulluq nakşıdan. O'tama ya. Ha, buldu ki. Avazınız yaxşı ki. Qaralar, manda qilayli. Mede bir it otmadın ha. Bu it otqa ma işkinlar, çıkınlar. Bir atının rolu kampti boşa atı siz çıkan. Bayak balısıga. Buldu. Çıkalım da? Ha, çıkıma? Ha, ondan sonra aytyapsın. Ha, amsa ma original ne sizlarga? Ha, bir göz qo'yay. Ben onu bilmem sen. Bir vara qog'oz o'yu. Ha, qaranglar. Ma originalda bu itot dada ma mashina ipladigan itotdan. Siz dadsusiz bu yoq balsuldi. Ha, ma balamiz siz ishdan kiribla dadingizga dada ma mashina ipla deysiz. Ha, siz uyda pul yo'q deysiz. Kalam oyoqqa. Qiziq kemallar. Ha, qaranglar, diqqat qiling. Siz uyda pul yo'q deysiz. Bu yoq bankatga pul acho deydi. Ha, siz opang davolatdi deysiz. Bu yoq yana Anam dikil bu bağımız yani cidel kıpır tutkan kesin bak tutup gitti. Bunda xatarlik ko'p kam. Ha, bu bir rol dana bu bir etot. Rol kam o. Qanaq mışın çıqalamsizlar? Chiqimiz. Ha, undan sonra yaxshi qaranglar, vaqtmi qisab ketib bordi. Tushdanki o'yinni qo'ymas. Amsa mush naq maydonda mashadlar mush yo'lda sen ko'rpaqay bir o'ynab yaqinlar qandaq? O'ynab baqamdi. Ha, o'ynanglar. Oynamdık aka. Voy, ma chiqsanglar, arsub ketsizlar, juma dayshi chiqsizlar. Hey, nima qilyapsiz? Tug'un ham yerda. Bir qo'ymayman mani. Ha, boshlaymiz. Boshlandik ukam. Boshlaymiz ha? Ha. Ya aka. Voy, nim degattiniz? Oy, siz bildim aka. Siz balasi. Yaman qilsak-a? Ha, boshlandik. Boshlandi. Ey, kaygida ey. Dada, nima ish qilsa? Ey, ko'zga ko'rmayotganda, men pamdirlan bog'layapman. Shu, men sen pamdirlan bog'layapman degan. Mana gap dada. Mana bir mashina pagina. Mashin? Ha? Oy, sen kichik qo'y tek mashinadan danga. Voy, nim deganing va dada bu? Va, unda deganing la lag'ilirmi uchun mashinasi va qara. Va mushtoq
baydam, müştak tutu. Hey, maşinayda işe karım tüzek haydi vakına. Ya dada, Ha, bakıt fılatçı. kaçtı ben tıkı. Ya kim bilen? Ya şu mu gap boy? Üy ketdi ko. Arası uyu ketken. Mening o kichigimni tatma badnim ojiz. Sal bir yaramsak chiqib ketdi ya. Sadık adamlar badanglarmi? Tinchlikmi gap ular? Ya gap qilgina voy. Voy, Sadık voy, qo'pa voy bolam. Qo'pa. Voy, bo'lmadi ya. Bo'lmadi buka? Voy, bo'lmadi. Voy, odam qo'rqityaptinglar ha. Yo'q. Qopqina, bo'lmabdi, mana qopqina. Asta. Ha, aka, yomon qiziqkansizlar sizlar. Hey, bu orijinalda nima bir ishaqarov degan gap bor. Bu ishaqarovlar orijinaldan chiqib ketdinglar sizlar, bu dialoglardan chiqib ketdinglar. Qaranglar, buni biz harakatlari bilan, san'at turaqlari bilan chiqarishimiz kerak. Tushundinglarmi? San'at turaq, harakat kam sizlarda. Turaq deydi qo'y. Turaq deb turamsan voy. Voy qiziq. Ha? Akama vaqt qamidi buda bir qidim kelinglar harakatlar bilan. Harakat deydi qo'y mana. Bakagina. Boshlaymiz. Sen baqo. Sarang qilgan bo'ldimi meni? Dada! Oo, bana maşini begine. Pul yo'q, bolam. Hammadanning ballarning mashinasi bakan bu dada. Sarang bo'psa. Pakdik tullachu dada. Hayyalag apadiyallah. Voy opam og'rib, doktorxonaga ketdi bolam. Can dada, candek dadam, qandek dadam. Asa keldinglarmi? Kichigimdan Ama hazır baray. Abol qolgan gapni bag'an deb turaychi. Ketib aka. Men son sıramı qo'ldan o'xshayman. As ketib olayjimi? Ya rejissor bo'ldimi? Rejissor? Qo'pa voy, rejissor yo'q. Ha? Rejissor yo'q qo'pa. Ben aşakka. Voy, qiyni voy Allah Rejissor. Voy, ahmoq tutakabsiz voy. Astagfirullah. Voy, biz saraliq dehqon. Hech nima bilmaydi deb atganimiz bir ahmoq qitida voy. Voy, bo'ldilar o'girib. Neyman Ben şu görmemem. Voy. Bakagina. Voy, sen bu şu yaxshi o'ynamay katta şu. Voy, Mo'ng'ol deb chakka uni. Baka. Ha. Yanına. Ha, qushqash bo'lsin-mi? Qassob so'ysin. Oltinni so'qsin, zaga so'qsin. Ras aka. Biz artistimizni o'yinni etizdan qaytib, uyda yo'lni danshib ko'raylik. Bugun mashrab berdi aka. Ha, yur, qaraymiz. Ya qo'naq qoldi qo'y. Voy, ras. Onda olsa bağlıq ustazlarına şu 3 mayımızga baha berip beqishga taklif qilgan bo'lsak, bu bosqichimiz nihoyatda g'alabalik tamomlandi. 2-numurlik mayırimiz Muhammed Ali. Siz mana bu muqomni intayin yaxshi aytdingiz. Muqaddimasini shunday yaxshi aytdingiz. Majula seni meni shunday qilgan. Ammo ba'zi farqlari yana sal azroq naqsha o'xshab qolganda, buni yana ko'plab anglab bering. Jiq anglab bersangiz, naqsh bilan muqomning farqini bilalaysiz. Bunu ko'p anglashdan anadaki tecrübe to'plag'ini bo'ldi. Sizning ovozingiz muqom bek kuchli ekan. Hamkorlashuvchilaringiz shunday yaxshi chepadi. Sizga omad tilayman. Rahmat. Rahmat Dilshetga. Endi 4 numurlik mayırma fikir qilib baqay. Rasmiy ito chiqansa. Rahmat. Voy, ajab keldi. Rast tutqal xizbamnimi bunlar? Tutqitgan o'xshaydi. Bu ito ajoyib bezibdi. Rasmiy bir cho'nkichilik. Voy, shundoq yaxshi. Ya. Rahmat. Uni aytdim. Endi ba'zi bir endi rasmiy itochi emas-ku. Ba'zi rasmiy itochilarning sahnada o'rin almishi, o'rin egallash. Ashunga nima so'lchi plan bo'ladi ashunga. To'g'ri. Ashunga o'xshab ba'zi tomoshabinlar keynib qilish, yondoq qilish, ortiq mengish, jiq chamdab qo'yish, mushlarni hammasini cheklaydi. Men bir 3 qitim itot o'ynagan. Rejissorlar menga o'rgatib ketdi-ku.
uşak hareketlerini kıma keyin tarafın o Tomoshabinlar tamaşabilar saklangan, anadaki kol hareketlerin bir yerde çıkmadıgan Oş hareketlerin hemmisini öyle bir karab bilip oldu. Yaxşı. Bak huzurlandık. Rahmat. Rahmat Dilshatga. Rahmat Dilshatga. Qo'linglarga biletdoshlig'ini ilib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini yuqori ovozda to'lab, 3 mahirimizning ichida qaysi mahirimizni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, shu mahirga biletlashingiz bo'ladi. Unda qo'za biletlashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mübarek olsun. Kaynanlarga örilip natijalarni ko'rib qolsanglar bo'ldi. Haftada bir yulduz bosqichimizga muvaffaqiyatli qadam qo'ygan ikki mahirimizdan qizg'in tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. To'lan uchun eng oxirgi bosqichimizga taklif qilsanglar bo'ldi. Marhamat. Afsuslanma o'tansiz. Yo'q, afsuslanmadim. Mushkam hiç balkim hozirgi mush shu bosqichga kelamanmi yo kelamaysizmi deb o'ylagan. Bugun ustozlarimizningki yaxshi baholashga ega bo'lib, bir bilimga ega bo'ldim deb qarayman. Men o'zim intayin xo'shal. Xo'shal desak bo'lmaydi, hamda bir arqana normal bir odamning balkim azroq bo'lganda bir qism bo'ladi. To'g'ri, albatta. Lekin men buni o'yla o'kinmayman. Davomli terishma. Navoiy sahnamizga qaytib kelishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Rahmat. Qizg'in alqishlarimiz bilan Dilshatni uzatib qo'ygan bo'lsak. Bizning parvoz bosqichimiz muvaffaqiyatli oxirlashdi. Afsuslik ilkida bir mahirimizni uzatib qo'ydik. Unda bo'lsa biz eng oxirgi bosqichga o'tib ketgan bo'lsak, bizning oxirgi bosqich İçildiyse oldurar, içilma ko'nglim. Marcan bo'lsa yipingdan, chechilma ko'nglim. Bir seni aldaydi, aşığım bilsen. Bir yalgan yığlasa, içilma ko'nglim. Yügrep yürüme keynedim çıraylıklanım. Sadakasız sevgiye katılma gönlüm. Yügrep yürüme keynedim çıraylıklanım. Sadakasız sevgiye katılma gönlüm. Kimlerinin dur meylige şahlardım kıkılma gönlüm. Kimlerinin dur meylige bürüp barını. Ürüp bulup şahlardım kıkılma gönlüm. Acablanma körgen könlümge. Ömür degen öterken şundan. Şükür kıldım kıskan gülünge. Ömür degen öterken şundan. Bak leylek sen
osmonda uçkan Ammo taqdir shipimni tutgan Marikamadem go'yo bir tuqqan Umr degan o'tarkan shunda Eksan so'rab jurar birlari Yiqilgandek kular birlari Ko'chab turib sinar birlari Umr degan o'tarkan shunda Rahmat azizlarimizga. Mana haftada bir yulduz bosqichimiz oxirlashish turdi. Birdamdekin kimning haftalik yulduz bo'lganligi namoyon bo'ldi. Unda bo'lsa programmamizning bosh qismida shu ikki moyirimizni, 2-nomerlik moyirimiz Mamtili bilan 4-nomerlik moyirimiz Baxtiyorni bugungi haftalik yulduz bo'ldi deb faraz qilgan tomoshabinlarimiz o'rnlardan bergan bo'lsanglar. To'g'ri faraz qilgan tomosha Mush munosabat bilan Roza Xo'shkimizning chash pasini laylagan Döngür kijalashgan Suma saloniga alayda rahmat etamiz, rahmat sizlarga. Yana mush munosabat bilan Roza Xo'shkimizning kiyimin ta'minlagan yo'lliq kiyim-kechaklarga ko'pdan ko'p rahmat etamiz, rahmat sizlarga. Yana mush munosabat bilan Devon oyoq shaharchisi 4-qavatga joylashgan Muxlisa Gulchiligiga ham Xonika Sochak shirkatiga alayda rahmat etamiz. Ham shuningdek Sochak shirkati Xo'shalliq Sochak shirkati, Yo'lliq xalqaro Sochak shirkatiga alayda rahmat etamiz. Rahmat sizlarga. Haftalik yulduzimiz barliq kelish oldi bilan bizning taraf qo'la vakillarini 2-nomerlik moyirimiz Muhammad Aliga qo'ldagi 10 nomerni berishga taklif qilamiz. Qani qaysi taraf qo'la vakillari Muhammad Aliga nomer berdi ekan? 1 2 3 30 nomer muborak bo'lsin. Unda bo'lsa 4-nomerlik moyirimiz Baxtiyorga qo'lidagi 10 nomerni berishni xohlaydigan taraf qo'la vakillari taxtanlarni ko'targan bo'lsanglar. 1 2 3 4 40 nomer muborak bo'lsin. Unda bo'lsa qolgan huquq tomoshabinlarning qo'lida qo'linglarga bilet taşlasını elib, özünlər ən yaxşı görən mahirlərin rəb nömrünü yuqarı avazda olaq, özünlər iki mahirlərin qaysını yaxşı görən müsanlar şu mahirə bilet taşlasanlar buludu. Onda qısa bilet taşlaş başlandı. 3 2 1 Bugünkü haftalık Bugünkü haftalık yulduzumuz barliq geldi. O bozumu Baxtiyor mübarek olsun. Mübarek olsun. Bizning 4-nomerlik Baxtiyorni bugünkü haftalık yulduz bo'ldi deb faraz qilgan tomoshabinimiz. Sizni Şinjan Yo'lliq xalqaro so'chak shirkati ta'minlagan yo'lliq marketing kostyumlar bilan mukofotlaymiz. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Ondan sonra bugünkü haftalık yulduzumuz shundaqla ikkinchi bo'lgan mahirimizga bizning bog'liq ustozlarning mukofot lo'nqisini shundaqla gullarni yetkazib berishdik.